Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Universitet yutganlar va bugun bizda yangi videorolik. Toshkent shahri oliy ta'lim muassasalaridagi eng past o'tish ballari haqida bo'ladi. Ya'ni aniqrog'i eng pastidan eng yuqorisigacha bo'lgan universitetlar ro'yxatini bugun ko'rib chiqamiz. Bu birinchi qism, ikkinchi qism hali oldinda. Xo'p, demak, birinchi ko'radiganimiz Toshkent shahar bo'yicha Toshkent davlat texnika instituti. Bu yerda ballar bilan tanib chiqishingiz mumkin. O'tgan yilgi hisobda 56.7 ball bo'lgan. Hozir esa, ya'ni prognozlarga ko'ra, uzog'i 4 ballga oshishi mumkin, ya'ni 60 ballga yetib qolishi mumkin. Ya'ni sun'iy intellekt, IT, energetika, neft, iqtisodiyot sohalari bo'yicha. Keyingisi esa O'zbekiston Milliy universiteti. O'z milliy universitet xullas. Filologiya, iqtisodiyot, yurisprudensiya, matematika. Xullas 56.7 ball oshishi grant kontrakt uchun. Xullas 60 ballga borib qoladi bu ham. Grant uchun esa 74 ball bo'lib qolishi kutilyapti. Xullas bu yog'ini o'zingiz pauza qilib ko'rib olsangiz bo'ladi albatta. Xo'p, demak, bunisi va shuni ham aytib qo'yay. Keyingi video, ikkinchi qism 100 ta like va 100 ta obuna bosilgandan keyin chiqadi do'stlar. Va yana ko'pchilik mendan so'raydi, Telegram kanallaringga qanday o'taman deb yokida sen bilan qanday bog'lanaman deb. Qarang, mana bu yerda ikkita hisob bor, mana men bilan bog'lanish uchun. Mana bu shaxsiy Telegram lichkam. Ustiga bossangiz menga olib keladi. Va mana bu esa bizning Telegram kanal. Sizlarning takliflaringizga ko'ra qaytadan ochdim buni. Yangi qilib sizlarga mos qilib ochdim. Bu yerda kirish ballari bor, bu yerda universitetlar bo'yicha yangi ochildi. Sekin-sekin tashlab boryapman. Obuna bo'lib qo'yinglar. Foydasi tegib qoladi. Mana linkini yana ko'rsatib qo'yaman. Hozircha shu